Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz biznesdagi eng muhim mavzulardan biri strategik marketing, segmentatsiya, pozitsiyalash va maqsadli bozorlarni tanlash. Buni 4 daraja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi marketing nima, ikkinchisi marketing mix, uchinchisi marketingni axborot bilan ta'minlash hamda 4-chi rejamiz marketing muhiti. Marketing ilmidagi eng mashhur insonlardan biri Filip Kotler to'g'risida bu slaydda ma'lumotlar keltirilgan. Hozirgi kunda 94 yoshda bo'lishiga qaramasdan faol ijod qilayotgan marketologlardan biri hisoblanadi. Bu slaydimizda Filip Kotlerning biografiyasi keltirilgan. Qiziq ma'lumotlari bor. O'qib olishingizni tavsiya qilaman. Buning ichida alohida ahamiyatingizni ushbu satrlarga qarataman. Ya'ni Filip Kotlerning Marketing asoslari kitobi 2009-yil holatiga ko'ra 9 marta qayta nashr etilgan va marketing bo'yicha o'ziga xos Injil deb ta'rif qilingan. Uni darsliklar 20 tilda 3 milliondan ortiq nusxada sotilgan va 58 mamlakatda marketing injili sifatida e'tirof etilgan. Marketing tushunchasi bozor sohasining har qanday faoliyati bilan bog'liq hisoblanadi. Shu bois marketing so'zini asl ma'nosi marketing bozor, eng faol faoliyat, harakat ma'nosini anglatadi. Marketing amaliyoti ming yillardan beri ma'lum bo'lgan bo'lsa-da, marketing atamasi mahsulot va xizmatlarni sotib olish va sotish bilan bog'liq tijorat faoliyatlarini tasvirlashda 19-asrning oxirlarida keng qo'llanila boshlagan. Marketingni tarixini ilmiy soha sifatida o'rgatish 20-asrning boshlarida paydo bo'lgan. Ushbu slaydimizda marketingni rivojlanishiga ta'sir qilgan omillar haqida gap ketadi. Ya'ni 1600-yilda Italiyada pul reklama paydo bo'lgan. 1605-yil dunyoning birinchi gazetasi Germaniyada nashr etilgan. 1600-1700-yillarda Angliyada targ'ib qilish uchun plakatlar va qog'ozlar ishlatila boshlagan. Peter Drucker nazariyasiga asosan marketing 1690-yillarda Yaponiyada vujudga kelgan degan fikr aytilgan. Mitsui oilasi Tokioga ko'chgan va o'sha yerda do'kon ochib savdo-sotiq ilmi bilan shug'ullangan. Bu Peter Druckerni ta'rifi bo'yicha Yaponiyada vujudga kelgan deyishiga asos bo'lgan. Endi birinchi kombayn ixtirochisi Cyrus McCormick birinchilardan bo'lib marketingni korxonaning markaziy yo'nalishi va o'zini iste'molchilari doirasida ishlaydigan menejer deb ta'rif bergan. Fransiyada 1836-yildan gazetada pul reklamalar berilishi marketing amaliyotining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsata boshlagan. Endi asosiy davrga o'tamiz, ya'ni 1901-yildan boshlab AQShning Michigan, Kaliforniya va Illinois universitetlarida marketing fani kiritilib, bu muammolar bo'yicha ma'ruzalar o'qitila boshlagan. 1902-yilda Edward David Jones tomonidan olib borilgan birinchi marketing kursi Michigan universitetida o'qitila boshlagan. 1905-yilda Pensilvaniya universitetida mahsulotlar marketingi darslari o'qitila boshlandi. 1937-yilda Amerika Milliy assotsiatsiyasi tuzildi. 1908-yilda marketing tadqiqotlari bilan shug'ullanadigan birinchi savdo firmasi paydo bo'lgan. 1911-yildan bir qator yirik korxonalarda marketing tadqiqotlari bo'limi paydo bo'la boshlagan. 1920-yillarda radio reklama va 1950-yilda telemarketingni amalga oshirilishi marketingni yanada rivojlanishiga olib kelgan. 1950-1960 yillarda Xalqaro marketing federatsiyasi, jamoatchilik fikrlari masalalari va marketing bo'yicha Yevropa jamiyati hamda Yevropa marketing akademiyasi kabi xalqaro marketing tashkilotlari tuzilgan. 20-asrning 80-yillarining oxiri, 90-yillar boshlarida marketingni globallashtirish jarayoni kuzatilgan. Shuningdek, 1990-yilda Kanberra shahrida "Marketing bu hamma narsa, marketing biznesi anglatadi" shiori ostida global marketing bo'yicha xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tgan. 1980-yillarning ikkinchi yarmida mamlakatimizning iqtisodiy oliy o'quv muassasalarida marketing kursi o'qitila boshlandi. 1980-yillarning oxiridan boshlab mamlakatimizda marketing bo'yicha xorijiy adabiyotlar tarjima qilingan holda hamda o'zbekistonlik mualliflar tomonidan ko'plab darsliklar, o'quv qo'llanmalar chop etilmoqda.
Endi marketing tariflaridan eng tarqalgan tarifi bu Amerika Marketing Assotsiatsiyasi tomonidan berilgan bo'lib, uni mazmuni quyidagicha. Marketing bu tovar va xizmatlarni ayirboshlash vositasida alohida shaxslar yoki tashkilotlar ehtiyojini qondirishga qaratilgan, narxni o'rganish, siljitish va sotishni o'zida mujassamlashtiradigan rejalashtirish jarayonidir. Marketingga olimlar tomonidan turli ta'riflar berilgan. Masalan, Xant quyidagicha ta'rif bergan. Marketing bu tovarlarni ayirboshlash jarayoni haqidagi fan. Belyavskiy shunday degan. Marketing bu bozorni o'rnatish va tartibga solish, boshqarish tizimidir. Jan-Jak Lamben esa marketingga quyidagicha ta'rif beradi. Marketing tashkilotlar va kishilarni xohish va ehtiyojini, tovarlar va xizmatlarni erkin raqobatla ayirboshlashni ta'minlash yo'li orqali qondirishga yo'naltirilgan ijtimoiy jarayondir. Umuman, marketing bir vaqtning o'zida biznes falsafasi va faol jarayondir. Endi marketingning asosiy kategoriyalariga to'xtalamiz. Marketingda yaxshilab eslab qoling, mana shu 7 ta kategoriyani asosiy kategoriya hisoblanadi. Ya'ni birinchisi muhtojlik, ikkinchisi ehtiyoj, uchinchisi talab, to'rtinchisi shartnoma, ayirboshlash, tovar hamda bozor tushunchalari marketingning asosiy kategoriyalari hisoblanadi. Biz bularning ta'riflarini yaxshi bilamiz, shuning uchun to'xtalib o'tirmaymiz. Endi marketingni an'anaviy hamda zamonaviy konsepsiyasini taqqoslaymiz. Ya'ni an'anaviy konsepsiyada fokus mahsulotga qaratiladi, vosita sotish orqali amalga oshiriladi hamda yakuniy maqsad maksimal savdo orqali foyda ko'rish. Bundagi asosiy maqsad qisqa muddatli savdo hisoblanadi. Endi marketingning zamonaviy konsepsiyasida fokus iste'molchi ehtiyojiga qaratiladi. Vositalar marketing harakatlarini koordinatsiyalash orqali amalga oshiriladi hamda yakuniy maqsad iste'molchi ehtiyojini qondirish orqali daromad olish orqali, demak, foyda ko'rishni anglatadi. Endi marketing funksiyalari to'g'risida tushuncha beramiz. Ya'ni marketingni mana shu ko'rib turgan hamma funksiyasi asosiy funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni birinchi bozor axboroti, bozorni rejalashtirish, ayirboshlash, mahsulotlarni loyihalashtirish va rejalashtirish, ya'ni bu yerda dizayn haqida ham gap ketyapti. Fiziologik taqsimlash, ya'ni transportlarda tashish yoki bo'lmasa tarqatish, omborlarga joylashtirishni olsak bo'ladi. Endi standartlashtirish va baholash, uni sifatiga qo'yiladigan talablar, moliyalashtirish, xavflarni oldini olish, qadoqlash va brendlash hamda mijozlarni qo'llab-quvvatlash kabi funksiyalari mavjud. Marketing strategiyasi, ya'ni barqaror raqobatbardosh ustunlikka erishishni asosiy maqsadi bilan rejalashtirishga uzoq muddatli istiqbolli yondashuv hisoblanadi. Endi marketing mix to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, marketing mix firma marketing maqsadlariga bozorda erishish uchun foydalanadigan marketing vositalari majmui sifatida tavsiflanadi. Marketing tizimida qo'yilgan maqsadga erishish uchun, xaridorlar va boshqa subyektlarga ta'sir etish uchun marketing vositalari, ya'ni marketing usullari yig'indisi, uslublari zarurdir. Shunday vositalardan marketing mix, marketing kompleksi bo'lib hisoblanadi. Demak, bu yerda Makkarti tasvirlangan. Demak, Makkartini nima ish qilganini hozir ko'rib o'tamiz. Mana birinchi bo'lib marketologlar tayyorlash tizimida 4P hammamizga tanish bo'lgan 4P Makkarti tomonidan 60-yilda bu model taklif etilgan. Ya'ni bu modelni asosan nimalar tashkil qiladi? Mana hammasi inglizchada P harfi bilan boshlangani uchun bu 4P deb ataladi. Demak, birinchi product, tovar. Ya'ni nima sotyapsiz? Umuman olganda mahsulotning sifati, turi, foydasi haqida gap ketyapti. Ikkinchi price, demak narx to'g'risida. Ya'ni qanchaga sotasiz? Arzonmi, qimmatmi, chegirmalar bormi? O'sha haqida gap ketyapti. Endi joy, ya'ni qayerda sotasiz? Bozordami, do'kondami, internet orqalimi yoki yetkazib berasizmi? O'sha haqida hamda siljitish, bu yerda qanday reklama qilasiz? Qaysi vositalar orqali yoki aksiyalarmi, e'lonlarmi, o'shalarni bu 4 ta demak P'da jamlanishi ko'rsatilgan. Keyinchalik bu 4P demak 5P ga o'zgartirilgan. Faqatgina bu yerda bitta P qo'shilgan, ya'ni bu yerda insonlar, biz marketingga moslab xodimlar, ya'ni mijozlar bilan aloqalar deb oldik, ya'ni people.
Keyinchalik bu 1968-yilda Filip Kotler tomonidan 6P ga aylantirilgan. Mana 4P o'zi turibdi, faqatgina qo'shilgan public relations. Ya'ni bu jamoatchilik bilan aloqalar deymiz. Odamlarning fikri qanday bo'lishi kerak? Masalan, kompaniya obro'si, ishonchi, imidji to'g'risida hamda bu yerda yana politik siyosat qo'shilgan. Bu yerda qonun-qoidalar va davlat ta'siri, masalan, soliqlar, litsenziyalar, davlat talablari o'shalar to'g'risida siyosat qo'shilgan. Demak, bu 6P ga aylantirilgan. Hozirgi kunda P'lar juda ko'payib ketdi. Masalan, 10P, 14P deymiz, lekin uni asosida baribir o'sha Makarti tomonidan taklif qilingan modeldagi 4P yotadi. Endi keyinchalik 4C modeli yaratilgan, ya'ni bu 1990-yilda amerikalik marketing mutaxassisi Robert Lauterenburg tomonidan taklif etilgan bo'lib, u marketing faoliyatida iste'molchi ehtiyojlarini markazga qo'yishni nazarda tutadi. Endi 4C ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni 4C deganimizda birinchi, demak, mijoz. Mijoz ehtiyoji turibdi. Ya'ni mijozga aslida nima kerak? O'sha haqida o'ylashi kerak kompaniya. Mahsulot emas, mijozni muammosi yechim muhim hisoblanadi. Ya'ni kompaniya avval mijoz ehtiyojini o'rganadi, keyin mahsulot yaratadi. Ikkinchisi, demak, mijoz uchun xarajat deb nomlanadi. Ya'ni bu yerda mijoz bu mahsulot uchun nimadan voz kechadi? Masalan, faqatgina narx emas, bu yerda vaqt, energiya, yetkazib berish xarajatlari yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlar nazarda tutilgan. Keyingisi, demak, qulaylik, ya'ni mijoz mahsulotni qanchalik oson topa oladi. Ya'ni qayerda va qanday sotilgani muhim. Do'kondami, onlaynmi, yetkazib berishmi yoki bo'lmasa bu yerda to'lov usullari ham kiritilishi mumkin. Hamda oxirgisi, demak, communication, ya'ni muloqot deymiz. Bu yerda mijoz bilan qanday aloqa qilinmoqda. Ya'ni bir tomonlama reklama emas, ikki tomonlama muloqot muhim. Ya'ni mijozni fikri, savollari va shikoyatlari inobatga olinyaptimi? Shu haqida demak, batafsil ma'lumotga ega bo'lish tavsiya qilinadi. Demak, 4C modeli xuddi shu mijoz ehtiyoji, mijoz uchun xarajatlar, qulaylik hamda muloqotdan iborat. Endi zamonaviy korxonalarga shu narsa demak tavsiya qilinadi. Ya'ni 4P hamda 4C modelini birgalikda qo'llash. Ya'ni ular bir-biriga aslida qarama-qarshi emas, aksincha bir-birini to'ldiradi. Masalan, aytadigan bo'lsak, 4P kompaniya nima qilayotganini ko'rsatsa, 4C mijoz buni qanday qabul qilayotganini ko'rsatadi. Endi yaxshi marketingni qanday tasavvur qilamiz? Ya'ni 4P ni 4C ko'zi bilan ko'rish deymizmi? Mana bu yerda hozir ikkalasini birgalikda taqqoslaymiz. Masalan, birinchi, demak, birinchida 4P ni olamiz. Masalan, bu product deyilyapti, keyingisi mana 4C dagi customer. Endi kompaniya nima deb o'ylaydi? Masalan, qanday mahsulot ishlab chiqaramiz? Demak, mijoz nima o'ylaydi? Bu menga nimasi bilan foydali? Demak, mana shu ikkalasini birga uyg'unlashtirish kerak. Ikkinchi, demak, price, 4C da esa cost. Endi buni qanaqa solishtiramiz? Ya'ni kompaniya narx qancha bo'lsin degan savolni o'ziga qo'ysa, mijozni nima qiziqtiradi? Mijoz pul, vaqt va asab bunga arziydimi? O'sha kompaniya qo'yayotgan narxga arziydimi? O'sha haqida o'ylaydi. Uchinchi, demak, place, ya'ni joy ma'nosida. Endi bu yerda convenience, qulaylik ma'nosida kelgan. Endi kompaniya qayerda sotamiz degan narsa haqida bosh qotirsa, mijoz menga olish qanchalik oson degan ma'noda o'ylaydi. Hamda oxirgisi, demak, promotion hamda communication. Ya'ni kompaniya o'ylaydi, qanday reklama qilamiz. Demak, 4C bo'yicha mijoz meni kompaniya eshityaptimi yoki savolimga javob bormi degan ma'noda bu yerda 4P bilan 4C birgalikda qo'llanilgan. Demak, qaysidir kompaniya mana shu 4P bilan 4C modelini birgalikda qo'llaydigan bo'lsa, demak, muvaffaqiyat qozonishiga asos bo'lib boradi. Endi asosan shu narsalarni eslatib o'tmoqchiman. Marketingda shunaqa oltin qoidalar bor. Ya'ni birinchi, iste'molchi doimo haq. Ya'ni buni bozor qoidalaridan ham bilamiz. Ya'ni bozorda iste'molchi qirol deymiz. Shuning uchun doimo iste'molchi haq hisoblanadi. Keyingisi, mijozlarni saqlab qolish yangilarini jalb qilishdan osonroq. Bu yerda asosan e'tibor beramiz. Agar siz yangi mijozni jalb qiladigan bo'lsangiz, 5 barobar ko'proq xarajat qilishingiz kerak. Shuning uchun bor mijozingizni saqlab qolishga alohida ahamiyat berishingiz kerak.
Keyingi shikoyatlar turli manbalar orqali juda tez tarqaladi. Ya'ni bu nima degan ma'noda? Biznesda shunday bir qoida bor deymizmi? E, Yaxshi ma'lumotlar toshbaqadan sekin yuradi. Lekin shikoyatlar, mana bunaqa negativ fikrlar biznesda o'qdan tez uchadi. O'shaning uchun har doim shikoyatlarga alohida ahamiyat berish kerak. Masalan, Instagram yoki YouTube kanallarida reklama joylashtirganda ham kommentariyalarni albatta o'qib chiqib, mijozlar tomonidan bildirgan fikrlarga albatta qiziqishimiz kerak. Keyingi, xaridorlarsiz biz hech qanday biznes yurita olmaymiz. Hammamizga ma'lumki, o'zimizni sodiq xaridorlarimizni e, tanlab olishimiz kerak va ularga qanaqadir imkoniyatlar berishimiz kerak. Shuning uchun xaridorlarsiz biz biznes yurita olmaymiz. Har doim diqqat markazimizda xaridorni, demak iste'molchini ehtiyoji turishi kerak. Keyingi qoida, xaridor fikridan kelib chiqib brend yutadi yoki yutqizadi. Ya'ni buni hammamiz yaxshi bilamiz. Agar brend tan olinadigan bo'lsa, demak brend yutadi. Agar brend tan olinmasa, bu xaridor fikridan kelib chiqqan holda brend yutqizadi. Endi yana asosiy bir narsaga e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Mijozlarni ushlab turish uchun nimalarga e'tibor qilishimiz kerak yoki loyallik, ya'ni sadoqatlilik haqida gap ketyapti. Birinchi, so'rang, tinglang va muloqotga kirishing. Ikkinchi, xaridorga berilgan va'dalarni bajarishga harakat qiling. Uchinchi, xaridorlar bilan do'stona munosabatda bo'ling. Xaridorga doimo u kutgan narsadan ham ko'prog'ini berishga harakat qiling. Innovator bo'ling hamda jilmaying. Kulishni bilmaydigan odam do'kon ochmasligi kerak. Ya'ni xushmuomala bo'lish haqida gap ketyapti. Hamda eng asosiy narsa 5 ta W ni kuchini tushuning. Ya'ni kim, nima, qayer, qachon va nega savollariga har doim javob berib borishimiz kerak. Hamda 8-chi oltin qoidani eslang. Ya'ni o'zingizni xaridor o'rniga qo'yib ko'ring. Bularni albatta o'z faoliyatingizda e'tiborga oladigan bo'lsangiz, bu biznesda muvaffaqiyat kafolati hisoblanadi. Endi har doim e'tibor qilishimiz kerak axborotlar bilan ishlashga, ya'ni axborotlar yangilab turilishi kerak, chunki korxonalar dinamik, ya'ni o'zgaruvchan muhitda ishlaydi. Bu nimalarga bog'liq bo'ladi? Ya'ni bu birinchidan texnologiyalar doimo o'zgarib turadi. Shuning uchun texnologiyalardagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar bizga doimo kerak. Ikkinchi, iste'molchilarning dididagi o'zgarishlar, ya'ni iste'molchilar har doim o'zini dididagi mahsulotni qidiradi. O'shaning uchun iste'molchilar didi tez-tez o'zgarib turadi. O'shaning uchun iste'molchilarning dididagi o'zgarishlarni tez anglab olishimiz kerak. Hamda raqobatbardosh mahsulotlardagi o'zgarishlar, ya'ni sizni raqobatchingiz nimalar qilyapti, qanaqa o'zgarishlar qilyapti, mahsulotida nimalarga asosiy ahamiyat beryapti, bu to'g'risidagi ma'lumotlar ham albatta korxonangiz uchun kerak bo'ladi. Hamda iqtisodiyotdagi o'zgarishlar, jamiyat iqtisodiy hayotda qanday o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'risiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu to'g'risidagi axborotlarni doimo yig'ib, o'z faoliyatingizda foydalanib borishingiz kerak bo'ladi. Endi kompaniyalar samarali faoliyat yuritishi uchun demak qanday ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak? Mana bu slaydda ko'rsatilgan. Ya'ni birinchi, bizni xaridorlarimiz kim? Ikkinchi savolimiz, mijozlar bozordagi qarorlarni qanday qabul qilishadi? Bu haqdagi axborotlar kerak. Yana bizni mahsulotimiz bozorda qanday sotilyapti? Raqobatchilar tomonidan yangi mahsulotlar joriy qilinmoqdami? Hamda bozordagi o'zgarishlarga qanday qilib muvaffaqiyatli javob bera olamiz? Demak, biz bu savollarga albatta javob berishimiz kerak. Shundagina kompaniyamiz samarali faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi. Endi marketing tizimida axborotlar qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni birinchidan axborotlarimiz uzluksizligi bo'lishi kerak. Ya'ni bu deganimiz ma'lumot yig'ishni doimiy ravishda davom qildirishimiz kerak. Har doim ma'lumotlarni yig'ib borishimiz kerak. Ikkinchisi, ishonchlilik va to'liqlik, aniqlik deyilyapti. Masalan, bunda aytamiz, ma'lumotlarni yig'ganda to'g'ri hamda to'liq yig'ishimiz kerak. Chala yig'ilgan yoki noto'g'ri ma'lumotlar sizni chalkashtirishi mumkin. O'shaning uchun har doim bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Uchinchi, barqarorlik va mavjudlik, ya'ni bunda axborot har doim mavjud bo'lishi kerak va saqlanib turishi kerak. Masalan, aytadigan bo'lsak, korxonada oldingi yillardagi savdo hisobotlari kompyuterda saqlanadi va kerak bo'lsa darhol ochib undan foydalaniladi. Ya'ni ma'lumot yo'qolib ketmasligi kerak hamda odatda oson topilishi kerak bo'ladi.
Keyingisi o'zaro bog'liq komponentlar, ya'ni tizimdagi barcha bo'limlar bir-biri bilan bog'langan bo'lishi kerak. Masalan, aytadigan bo'lsak, bitta bo'limdagi ma'lumot boshqasiga ta'sir qiladi. Ya'ni savdo bo'limi sotuv ma'lumotini bersa, marketing bo'limi reklama rejasini tuzadi hamda rahbariyat qaror chiqaradi. Ya'ni ular o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lishi kerak. Hamda oxirgisi ma'lumotlar uchun demak to'g'ri vaqt. Ya'ni bu ma'lumot kechikmasdan o'z vaqtida yetib kelishi kerak. Ya'ni vaqtida kelgan axborot foydani oshiradigan bo'lsa, yetib kelmagan axborot sizning zararingizga ishlaydi. Masalan, yangi mahsulot yaxshi sotilmayotgani haqida ma'lumotni kechikmasdan yig'adigan bo'lsangiz, kompaniya vaqtida unga chora ko'radi hamda siz to'g'ri qaror qabul qilasiz. Agar uni kechikib yig'adigan bo'lsangiz, kompaniya bu vaqtda hech qanaqa chora qo'llay olmay qolishi ham mumkin hisoblanadi. Shuning uchun bu narsalarning hammasi axborotga qo'yiladigan talablar deb aytsak ham bo'ladi. Endi Wendell Smith tomonidan 1956-yilda mahsulotlarni farqlash va alternativ marketing strategiyalari sifatida bozor segmentatsiyasi maqolasi nashr qilingan va bu marketing adabiyotida bozor segmentatsiyasi tushunchasini birinchi bo'lib kirishiga sababchi bo'lgan. Endi xaridorlarni tovarlarni sotib olishdagi xulq-atvorlari, talabi va tovarlarga munosabatdagi xususiyatlariga qarab, guruhlarga ajratishni biz bozor segmentatsiyasi deb ataymiz. Bozor segmenti bu boshqa guruhlardan farq qiluvchi, o'xshash belgilariga ega bo'lgan iste'molchilarni kichik guruh hisoblanadi. Bunda bozorni turli xil belgilari bo'yicha alohida bo'g'in segmentlarga bo'lish jarayonini segmentatsiya deb ataymiz. Segmentlash deb ataymiz. Endi bu yerda biz Valfredo Paretoni ko'ryapmiz. Ya'ni hammamizga ma'lum Pareto qonuni. Bu yerda eslashimiz joiz hisoblanadi marketingda. Chunki bu qonunga binoan 20% iste'molchingiz sizni 80% xaridingizni amalga oshiradi. Hamda qolgan potensial xaridoringizni 80% esa tovarlarni qolgan 20%ni xarid qiladi. Shuning uchun sizga asosan tavsiya qilinadi, mana bu sizning 80% tovaringizni sotib oluvchi 20% iste'molchingiz bilan ishlashni yo'lga qo'yishingiz kerak, hamma qulayliklarni yaratib berishingiz kerak. Shunda siz demak foydani maksimallashtirishga erishasiz. Endi Richard Tedlow tomonidan 1990-yillarda bozor segmentatsiyasi evolyutsiyasini bosqichlari alohida demak farqlab berilgan. Ya'ni bu yerda birinchi bosqichimiz 1880-yillargacha bo'lgan parchalash bosqichi hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Bu paytda bilamizki, bozor juda kichik va tarqoq bo'lgan. Ya'ni har bir savdogar o'z hududidagina ishlagan, mahsulotlar kam bo'lgan, tanlov kam bo'lgan deymiz. Xuddi shu ma'noda xaridorlar ham cheklangan. Ya'ni oddiy qilib aytganimizda har kim o'zi uchun savdo qilgan umumiy bozor bo'lmagan. Keyingi demak birlashtirish, ya'ni bu yerda ommaviy marketing haqida gap ketyapti. Bu ya'ni 1880-1920-yillarni o'z ichiga oladi. Endi bu paytda korxonalar kattalasha boshlagan, zavodlar ochilgan, bir xil mahsulot ko'p miqdorda ishlab chiqarila boshlangan hamda reklama va ommaviy sotuv paydo bo'lgan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bitta mahsulot hamma uchun degan qoida amal qilgan. Keyingi bosqichi segmentatsiya. Ya'ni 1920-80-yillar o'rtalig'ida bo'lgan. Ya'ni bu endi bozor guruhlarga bo'lingan. Yoshlar uchun masalan alohida mahsulot, ayollar uchun, aytaylik bolalar uchun yoki erkaklar uchun alohida demak guruhlash paydo bo'la boshlagan. Ya'ni asosiy e'tibor xaridor ehtiyojlari hisobga olingan. Masalan, har kimga mos mahsulot yaratilgan. Keyingi bosqichi demak gipersegmentatsiya 1980-yillardan keyingi bosqich. Endi bu judayam asosiy narsa hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bozor juda mayda guruhlarga bo'linadi, hatto bir odamning didi hisobga olinadi. Ya'ni bu yerda shaxsiy takliflar, individual reklama vositalaridan qo'llaniladi hamda internet va texnologiyalar bu bosqichda katta rol o'ynaydi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, mahsulot aynan siz uchun tayyorlanadi degan shior asosida gipersegmentatsiyani tushunishimiz mumkin.
Endi keyingisi daromad bo'yicha xaridorlarni qanaqa guruhlarga ajratamiz? Ya'ni eng yuqori daromadga ega bo'lgan xaridorlar hamda o'rtacha daromad egalari hamda bir shaxs hisobiga kam daromad oladigan xaridorlarga bo'lamiz. Esingizda tursin, mana oladigan bo'lsak, har bir davlatda elita qatlam eng yuqori daromadga ega bo'lgan xaridorlar asosan mamlakat aholisining 10% tashkil qiladi. O'rtacha daromad egalari 70-80% atrofida hamda bir shaxs hisobiga eng kam daromad oladiganlar 10% dan 20% gacha bo'lgan xaridorlar hisoblanadi. Endi bozor segmentini aniqlashni, demak, 3 ta usuli haqida gap ketyapti. Ya'ni birinchisi tovarni afzalligiga qarab segmentlash. Bu yerda nimani tushunamiz? Ya'ni xaridorlar mahsulotni qaysi jihatini muhim deb bilishiga qarab bo'linadi. Masalan, kimdir arzon narxni xohlaydi, kimdir sifatni xohlaydi, kimdir dizayn yoki qulaylikni xohlaydi. Masalan, odamlar mahsulotni nima uchun tanlayotganiga qarab guruhlash deb aytsak bo'ladi. Keyingisi iste'molchilarni xulq-atvoriga qarab segmentlash. Ya'ni bu yerda xaridorlarni sotib olish odatlariga qarab bo'lish nazarda tutilyapti. Masalan, tez-tez xarid qiladiganlar bor yoki faqat chegirma bo'lganda oladiganlar bor yoki bo'lmasa har doim brendga sodiq bo'ladigan xaridorlarimiz bor. Umuman aytadigan bo'lsak, odamlar qanday xarid qilish asosida ajratiladi. Hamda uchinchi segmentatsiyamizni asosiy usuli, ya'ni bu iste'molchilarni xarakteriga qarab segmentlash. Endi bu yerda xaridorlarning shaxsiy xususiyatlari asosida bo'lish e'tiborga olinadi. Ya'ni bunga nimalar kiradi? Masalan, demografik segmentlash deganimizda bu aholini yoshi, jinsi, daromadi bo'yicha. Geografik segmentlashda hududi, masalan, shahar, qishloq deymiz yoki qiziqishlari bo'yicha, demak, o'zini qanaqa qiziqishi, hayot tarzi deymiz, xarakteridan kelib chiqib segmentlash nazarda tutilgan. Ya'ni nima deb tushunamiz? Odamlar kimligi va qanday yashayotganiga qarab guruhlanadi. Umuman olganda, bozor segmentatsiyasi bu xaridorni ularning ehtiyoji, xulqi va shaxsiy xususiyatlariga qarab guruhlarga ajratish deb tushuniladi. Endi xaridorlarni, demak, qanaqa tavsiflari bor? Masalan, aytamizki, narxga sezgir xaridorlar bor. Ya'ni narxga sezgir xaridor har doim narxni solishtiradi. Ikkinchisi aqlli xaridorlar bor. Aqlli xaridor deganimiz sifatni ham, narxni ham solishtiradi. Undan tashqari mahsulotning foydalilik xususiyatlari, uni masalan foydalanish muddatlarigacha e'tibor beradi. Hamma narsasiga e'tibor beradigan xaridorni biz aqlli xaridor deb aytamiz. Keyingi xavf-xatarni oldini oladigan xaridor. Ya'ni xavf-xatarni oldini oladigan xaridorlar odatda masalan, agar to'g'ri kelmasa almashtirib berasizmi yoki uyga borgandan keyin fikrim o'zgarsa qaytarib olasizmi degan ma'noda shartnoma tuzib deymiz. Oddiy ma'noda shunaqa qilib ketadi. Ya'ni bu xavf-xatarni oldini oladigan xaridorlarga kiradi. Keyingi xaridorlarimiz tasdiqlashga muhtoj xaridor. Ya'ni masalan, siz Instagram yoki YouTube kanalida beradigan bo'lsangiz ham reklamangizni ular kommentariyalarni o'qiydi. Agar kommentariyalarda qanaqa, necha foiz odam yaxshi fikr bildirgan, o'shanga qarab, demak, xarid qilishga intiladi. Ya'ni bular har doim o'sha mahsulotning yaxshiligini tasdiqlangandan keyin xarid qiladiganlar. Bundan tashqari bularga yana shunaqa desak bo'ladi, tavakkalchilikdan qo'rqadigan xaridorlar deb aytsak ham bo'ladi. Keyingisi shoshilmaydigan xaridorlar, ya'ni ularda pul bo'lsa-da u shoshilmaydi. Demak, masalan, vaqti kelganda olaman deb shoshmasdan hamma narsasiga masalan e'tibor qilib keyin oladigan xaridorlarni aytsak bo'ladi. Endi ishonuvchan xaridor deganimiz, ya'ni bu masalan do'konga kirganda yoki siz mahsulotingizni olayotgan paytda sizdan so'raydi. Demak, o'sha sizni bergan javoblaringiz asosida u sizga ishonadi, mahsulotni xarid qiladi. Endi shu yerda bir narsani aytib o'tishimiz mumkin. Har doim shunaqa tavsiya beramiz, xaridorga siz tanlab bermang. Faqat siz unga masalan har xil markadagi mahsulotingiz bo'lsa, har xil turdagi mahsulotingiz bo'lsa, u bilan tanishtirib, uni afzalliklari yoki yangiliklari to'g'risida ma'lumot bering. Faqatgina xaridorni o'ziga tashab berish kerak, tanlashni. O'shanda xaridor sizga demak ishonib, siz bilan doimiy muloqotda bo'lishga harakat qiladi. Endi respublikamizda olib borilayotgan marketing faoliyatida aholi asosan demak 5 guruhga bo'linadi. Ya'ni bu birinchisi maktab yoshigacha bo'lgan xaridorlar deymiz, aholi deymiz yoki keyin maktab yoshida,
keyin 18-30 yoshgacha bo'lgan hamda 30-50 yoshgacha bo'lgan xaridorlar hamda 50 yosh va undan kattalar segmenti deb tushunsak ham bo'ladi bu narsani. Endi marketingda asosan mamlakat aholisi oilasini soni bo'yicha mamlakatimizda demak 3 guruhga ajratamiz. Ya'ni 1-2 kishi yashaydigan oilalar, 3-4 kishi yashaydigan oilalar hamda 3-guruhimizda 5 va undan ortiqroq demak kishi yashaydigan oilalarni tushunishimiz mumkin. Endi marketing muhiti oxirgi rejamiz, ya'ni marketing boshqaruvining maqsadi mijozlar bilan muvaffaqiyatli munosabatlar o'rnatish va saqlab turish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi marketingdan tashqarida ishtirok etuvchi shaxslar va kuchlar hisoblanadi. Endi biz marketing muhitini ikkiga bo'lib o'rganamiz: mikromuhit hamda makromuhit. Mikromuhit kompaniyani o'z mijozlari, kompaniyalar, ta'minotchilar va marketing vositachilari, mijoz bozorlari, raqobatchilar va jamoatchilikka xizmat ko'rsatish imkoniyatlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kompaniyada ishtirok etuvchi shaxslardan iborat bo'lsa, makromuhit demografik, iqtisodiy, tabiiy, texnologik, siyosiy, huquqiy va madaniy-ijtimoiy kuchlardan iborat bo'lib, ular korxona faoliyatiga bilvosita ammo muhim ta'sir ko'rsatadi. Endi alohida ko'rib chiqamiz. Demak, marketing mikromuhiti bu korxona faoliyatiga bevosita ta'sir qiladigan va u bilan yaqin aloqada bo'lgan shaxslar hamda tashkilotlar majmuasi deb tushunsak bo'ladi. Endi marketing mikromuhitida ishtirok etuvchi asosiy shaxslar va subyektlarni demak ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi korxonaning o'zi, mana korxonaning o'zi sxemaga qaraydigan bo'lsangiz, demak, ya'ni bu ichki muhitda nimalarni tushunamiz? Masalan, rahbariyat, marketing bo'limi, moliyaviy bo'lim, ishlab chiqarish bo'limi, kadrlar bo'limi deymiz. Ular marketing qarorlarini qabul qiladi va amalga oshiradi. Endi ikkinchi shaxs bu ya'ni ta'minotchi, yetkazib beruvchilar deb ham ataymiz buni. Odatda masalan, xomashyo, material, uskunalar deymiz yoki energiya yetkazib beruvchilar. Endi bu yerda mahsulot tannarxi va sifati aynan ularga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun bu ishtirok etuvchi shaxs hisoblanadi. Keyingisi marketing vositachilari, ya'ni dilerlar va distribyutorlar deymiz, yoki transport tashkilotlari, reklama agentliklari, ombor va logistika firmalarini bunga misol qilsak bo'ladi. Ya'ni ular mahsulotni mijozga yetkazib berishda demak korxonaga yordam beradi. Keyingi eng muhim shaxslardan biri bu raqobatchilar, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchilar. Endi bular bozorda narx, sifat va reklama siyosatiga ta'sir qiladi. Bu o'z navbatida kompaniyaga ta'sir qiladi. Keyingisi demak muassasalar deyishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda nimalarni tushunamiz? Masalan, aytishimiz mumkin mahalliy aholi, banklar, moliya muassasalari, davlat organlari yoki bo'lmasa ijtimoiy guruhlarni aytishimiz mumkin. Ya'ni bular korxona obro'si va imidjiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Hamda mijozlar, buni bilamiz endi, sizni demak doimiy mijozlaringiz, ya'ni sizdan mahsulot sotib oluvchi mijozlar nazarda tutilyapti. Umuman bu mikromuhit to'g'risida xulosa qiladigan bo'lsak, marketing muhitidagi shaxslar va tashkilotlar korxonani kundalik faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu sababli ular bilan samarali aloqa va hamkorlik juda muhim hisoblanadi. Demak, o'z vaqtida bular bilan yaxshi aloqani ushlab turishimiz kerak. Ya'ni bu mikromuhitni asosiy ta'sir qiluvchi shaxslar hisoblanadi. Endi marketing makro muhitiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni marketing makro muhiti demografik, iqtisodiy, tabiiy, texnologik, siyosiy, huquqiy va madaniy-ijtimoiy kuchlardan iborat bo'ladi. Ya'ni ular korxona faoliyatiga bilvosita aytaylik muhim ta'sir ko'rsatadi. Endi bularni alohida demak tushuntirib o'taman. Ya'ni demografik kuchlar deganimizda bu aholi tarkibi bilan bog'liq omillar, ya'ni aholi soni deymiz, yosh tarkibi, jinsi, oilalar soni, migratsiya kabi kuchlar hisoblanadi. Endi misol qilib olishimiz mumkin. Masalan, yoshlar ko'p bo'lgan hududda sport kiyimlari yoki gadjetlarga talab yuqori bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda demografik kuchlarni demak nazardan chetda qoldirmasligimiz kerak.
Ikkinchisi endi iqtisodiy kuchlar, ya'ni bu iqtisodiy kuchlar deganimizda mijozlarni xarid qobiliyatiga ta'sir qiladigan kuchlar, masalan, daromad darajasi, inflyatsiya, ishsizlik hamda narxlarni olishimiz mumkin. Misol keltiradigan bo'lsak, iqtisodiy inqiroz paytida arzon mahsulotlarga talab oshadi. Shuning uchun demak bu kuchni asosiy e'tibor qaratishimiz kerak. Keyingisi tabiiy ekologik kuchlar, ya'ni bu atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan omillar nazarda tutilyapti. Aytishimiz mumkin tabiiy resurslar, iqlim o'zgarishi yoki ekologik talablarni aytib o'tishimiz mumkin buni ichida. Masalan, aytadigan bo'lsak, plastik paketlarga cheklov qo'yilishi oqibatida ekologik qadoqlashga o'tishga majbur qilinadi. Ya'ni bu omil korxonaga ta'sir ko'rsatadi. Keyingi texnologik kuchlar, ya'ni bu yerda nima nazarda tutilyapti? Ya'ni fan texnika taraqqiyoti bilan bog'liq, masalan, innovatsiyalarni olishimiz mumkin, raqamli texnologiyalar yoki avtomatlashtirish to'g'risida gap ketyapti. Misol keltiradigan bo'lsak, onlayn savdo deymiz yoki bo'lmasa mobil ilovalar marketingni o'zgartirdi. Ya'ni bu yerda texnologik kuchlar ta'sirida, demak, marketing muhiti o'zgardi. Keyingisi siyosiy huquqiy kuchlar. Ya'ni bu yerda qonunlar hamda davlat siyosati nazarda tutilyapti. Masalan, soliq siyosati, ruxsatnomalar, reklama qonunlari yoki iste'molchilar huquqlarini bu yerga misol qilsak bo'ladi. Endi agar misol keltiradigan bo'lsak, masalan, reklamada yolg'on ma'lumot berish taqiqlanadi. Xuddi shu ma'noda bu kuchlarni ta'sirini ko'rib chiqishimiz mumkin. Hamda oxirgi ta'sir qiluvchi 6-kuchimiz bu madaniy ijtimoiy kuchlar, ya'ni jamiyat qadriyatlari va urf-odatlari. Bularga nimalar kiradi? An'analar deymiz, diniy qarashlar yoki turmush tarzi, yoki aytishimiz mumkin ommaviy fikrni ham qo'shishimiz mumkin. Misol qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda asosan sog'lom turmush tarziga qiziqish ortib bormoqda. Shu sababli fitness mahsulotlariga, demak, talab ko'paymoqda yoki fitness mahsulotlari ko'paymoqda. Demak, bu aytib o'tgan 6 kuchimiz marketing muhitiga bilvosita ta'sir qiluvchi kuchlar hisoblanadi. Demak, ularni nazardan chetda qoldirmasligimiz kerak. Demak, bugungi darsimiz uchun asosan o'sha ma'lumotlarni eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Demak, ichida ko'pchilik aytilmay qolgan narsalarni o'zingiz yana bir marta takrorlab olasiz. Demak, darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.